Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Görüvatqanlar Erkin Asiya Radiosu Uyğur bölümünün nəzər proqramısı. Mən Alim. Biz bugünkü proqramımızda Qərb əllərinin Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatında Uyğur xalqını qollaşı və bəzi müsəlman dövlətlərinin Uyğurlarını qollaşının ornağa Xitayını qollaşı toğısında söhbət edib barımız. Biz bu münasibət bilan Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Dolqun İsa əfəndi bilan Dünya Uyğur Qurultayı İcraiya Komitetining raisi Ömer Qanat əfəndini bu proqramga təklif qılдық. Söhbətimizə xoş gəldinglar. Xoş bulduk. Rahmet. Söhbətimizni başlaşdan burun bu qıdımqı Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının 41-ci qitimlik kişilik hüquq kengişi yığında 22 Qərb əllərinin Uyğur xalqını qollab Xitayga qarşı bayanat elan qilishi və onunğa qarşı 37 dövlətin Xitayını qollab bayanat elan qilishinin arx görünüşünü bir ko'rib chiqaylik. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Kengişinin 41-ci növbətlik ümumi yığını 24 iyundan 12 iyulgacha Shveysariyaning Janva şəhərində keçildi. Bu yığında Xitay hökumətinin Uyğurlarga qarşı atqan mədəniyyət qırğınçılığı siyasəti, bolubmu 800 mandan 2 milyongacha Uyğurning Xitayning jazo lagerlariga qamalışdək ciddi məsələ asoslıq muhokama temasiga aylandi. Xitay hökuməti Uyğurlarning Xitay Kompartiyasını himoya qildiganligi, Xitayning qo'ynida nəhayət xoşal-xoram və bəxtli yaşayotganligini ko'rsatish uchun Janvadagi BDT bosh shtabi ichida Uyğur diyori haqida cho'ng ko'lamda ko'rgazma ochdi. Shuning bilan bir vaqt yana Xinjiang Uyğur avtonom rayonining muavin raisi Erkin Tunyazni BDTga avatdi. Erkin Tunyaz 25-iyul kuni BDTda so'z qilib, Xitoyning Uyğur diyoriga qarshi o'tgan siyosatlarini aqildi. Xitoyning bu nayranglarga aldanmagan xalqaro jamiyat BDTning Erkin Tunyazga so'z qilish huquqi berganligini qattiq aytildi. Amerika hukumati Xitoyning bu qilmishini BDT kishilik huquq kengashi dunyoda kishilik huquqni eng qattiq dafsana qilayotgan bir davlatga tashviqot elib boradigan sahna hozirlab berdi. Bu ish BDT kishilik huquq kengashining yuzini to'kdi dedi. Xitoy hukumatining BDTda o'ynagan o'yinlarga aldanmagan 23 G'arb davlati 10-iyul kuni BDT kishilik huquq kengashiga birlashma maktub yo'llab, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan boshtirish siyosatini qattiq aybladi. Ular birlashma maktubda Xitoy hukumatining Uyg'urlarni xohlagancha tutqun qilishini to'xtatish kerakligini, shundaqla BDT kishilik huquq kengashi raisining Uyg'ur diyorini shartsiz ziyorat qilishiga yo'l qo'yishni talab qildi. Özünün BDT'de oynagan oyunlarının axmağanlığını his qilgan Xitoy hökuməti ciddi hərəkətlanıb 12 iyul günü dünyadakı özünə oxşaş diktator hakimiyyətlər və kişilik hüquqni keng ko'lamda dəbsana qilayotgan dövlətlərini küçkərtib, özünün Uyğurlarga qarşı atqan qattiq qol siyosatini ularning eg'izidan aqlash o'rindi. Xitoyning talab qilishi bilan Shimoliy Koreya, Kuba, Venezuela, Burma və Rossiya qatarlıq 37 dövlət Xitoyning Uyğurlarga qaratgan siyosatini aqlab birləşmə məktubu e'lon qildi. Uyğurlar üçün əfsuslanarlıq yeri shuki, bu xatga imzo qo'ygan dövlətlər ichida yana Saudiya Arabistan, Pakistan, Misr, Arab Birləşmə Xəlifəligi, Qatar, Kuveyt və Suriya qatarlıq 15 tək müsəlman dövlətlərin var idi. Dünya İslam Həmkarlıq Təşkilatıga əza bolğan bu 15 dövlətin Xitayning Uyğurlarga qaratgan bostirish siyosatlarini qo'llab o'tirg'i chiqishi Uyğurlarga tarixiy və dini nuqtalardan javob berish qiyin bo'lgan bir savolni tashladi. Türkiye, Indoneziya və Malayziya qatarlıq təsir gücü bir qədər çoğ bolğan müsəlman dövlətlər hər iki tərəf yazğan məktubga imza qoymadı. Şundaqla Xitay hökumətinin Uyğurlarga qarşı atqan mədəniyyət qırğınçılığına sükut qılıb turub aldı. Undaq bolsa men birinci sualımni Dolqun İsa əfəndindən başlay. Siz BDT'de yüz bergan bu qitimqi məsələn 22 dövlətinin Uyğurlarını qollab, keyin İtaliya qetildi həm də hesab 23 dövlətinin Uyğurlarını qollab bayanat elan qilishi həm Xitayning 37 dövlət, Rossiya qatarlıq dövlətlər, amma bunun da Saudiya Arabistan, Pakistan qatarlıq 15 müsəlman dövlətin var. Siz bu qanda toyğa gəldiniz? Bu Birleşmiş Devletler Teşkilatı'da 22, siz degəndikdə 23 demokratik dövlətlərinin Xitayga qarşı bir bayanat berişi. Bu hakikaten Uyghur meselesinin, Şərq Türkistan meselesinin bugün xalqarada qaysı dərəcədəki bir qollashqa, hissdaşlıqqa ega bolğanlığının aniq bir isbatı. Çünki bu 22 dövlət qandaqdır? Əlbəttə Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatıga əza 200-ə yaxın dövlət var. Onun içində ismimiz anlap baxmagan dövlətlər var. Amma bu 22 dövlət bugün dünyanın, bugün lam emas, tarixdən bu yan, uzun yıllardan bu yan dünyanın siyasi, coğrafiyevi və iqtisadi tərəqqiyatıga, özgürüşlərinə hökm qılğan, qədrini belgiləyən şunda bir dövlətlər. Bugün mən dünyadakı lider dövlətlər mündəc etqan çağımızda. Demək, bu dövlətlərin bir yerdə Şərq Türkistan məsələsində, Uyğur məsələsi haqqında bu bayanatın birləşdirilməsi tarixi əhəmiyyətə ega. Uyğur davasının bugün həqiqətən Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının və şu dövlətlərin özünün siyasi proqramımızın içində yer alğanlığını göstərir. Həm də
37 devlet, bunun içinde bazı Rusya'ya okşaydıgan, Sərdarbistan'a okşaydıgan, Pakistan'a okşaydıgan çoğun devletler var. Ama onun içinde yani mutlak köp kısım, hatta abiyat diyenlikde isimini anlap bakmıgan. Yüzünün nereliğini belki yüzün bilmeydiğin devletler var o yani hem de. Demek bu devletlerin bir kısımları hakikaten Xitay bilen boğan iqtisadi, siyasi hemkarlığı sebebiden bu zürriyetini sıkılan buluşu mümkün ama yani bir kısım devletlerini belki Xitay bir yerde mecburlap veya ki her xil şekilde aldap Xitay qo'zg'agan bir hareket emiyadikisi. Çünkü o yazgan xatning mazmundan qaraydigan bolsak, Xitay elçisinin, Xitay hükümetinin Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 41. qatımlıq yığınında oturgu koygan, sözlegen sözlerden asasiyetini, şunu ağan, asasın tekiz şunu asas kılgan. Demek bunundan bir yerde 37 devlet gerçi sancıyatın anıncı koygan bolsun, Xitay anından kokap ketip, çöçüp ketip, toktaptım men sana karşı bir yerde öz ittifakdaşlarımız bilen bunun doğru bombalığını ispatlaştırışmen de yüzünü tamamen müdafaa qilish karakterdeki bir hareket dep oylayman. Ömer Kanat Efendi, bu 37 devletning işte 15 devlet var. 15 endi mutlaq köp qism nüfusu Müslüman bo'lgan devletler. Saudiya Arabistan, Pakistan, Qatarlıq. Endi bu Müslüman devletlerning Uyghur degan bir Müslüman xalq 1000 yildan beri islom diniga e'tiqod qilgan bir millat. Bu millatning bugun Xitoy hukumati yo'q deman bo'libmi, sening diningni yo'q deman deb Uyg'urlarga cho'shku yeyishni majburlayotgan vaqtda, aroq ichishni majburlayotgan vaqtda, mechitlarni cheqiyotgan bir vaqtda 1 milyondan 3 milyon Uyghur Müslümanının lageri solgan bir vaqtda nima uchun Xitoyni qo'llab, hozirgi siyosatni qo'llab belat tashlaydi? Sizningcha bu nimadan darak berdi? 23 devlet bilan 37 devletning xiti arasida cho'ng farq bor mohiyat jihatida. Birinchi xat bu shu o'z mustaqil bo'lgan, masalanda ondan keyin shu dunyoning siyosatini belgilayotgan, ondan keyin devletler tarafından qo'l qo'yilgan bir xat ve onun sırtida yana bu xatni ixtiyari o'zining bir insoniy burchini ado qilish uchun. Mushundaq vatanimizda bayam siz deyotgandek mushunda bir zulm bo'layotgan chaqda bu zulmga jim turish bir jinoyat ekanligini, shuni sezib yetganligi uchun bular shuni o'zininki bir vazifasi qilib buni hech kim bularni majburlamay o'zligidan ona qo'l qo'yib o xatni o'tirg'i chiqadi. Ama 37 devletning xiti butunlay mohiyat jihatdan onun o'xshamaydi. Bu xat faqatla Xitoyninki birinchisi besimi, ikkinchisi iltimosi nima bilan bu o'tirg'i chiqqan bir xat hamda. Ondan keyin ba'zi davlatlar hatto shuni qarasam men bugun aytgan Saudiya Arabistonningki Birleşken Devletler Teşkilatı'ndaki vekiliniki degan so'zni qaradim, o'qidim. U yerda deydi ki bu xatninki undaq faqatla Xitoydagi taraqqiyot bilan munosabatlik. Xitoyda shu namratchilikdan insonlarni qutqizgan Xitoyninki shu cho'ng g'albisi bilan munosabatlik bir xat bu. Buning ishoningizmi shu degan gapiga? Yo'q, degan gapiga ishonmadim. Demakki, yo bu o'z xalqidan xijolat bo'lib, hamda xalqaro jamoatdan, musulmon olimidan balki musulmon xalq o'zining xalqidan xijolat bo'lib shunda deyotgan bo'lishi mumkin. Yana birisi hamda bir ehtimol bu xatni bo'lay o'qibmi boqmagan bo'lishi mumkin. Hamda Xitoy kelib buni bir davlatning hamda Xitoy taklif qilgan bir xatni to'liq ko'rmasdan qo'l qo'yish mumkinmi? Yo'q, mumkin emas, ammo o'qigan bo'lsa bunda demaydi deymanda, hamda uni o'zini aqlab degan bo'lishi mumkin. Davatman hamda xalqi oldida o'zini aqlash uchun davatgan gap hamda. Bu yerda unda bir gap yo'q deb xalqiga shu mesajni beryapti. Bu bir mandachi aytgan chaqda ham o'zi bir insonlik uchun insonlik vazifasini o'rindamaganlik bu, ham bir diniy vazifasini o'rindamaganlik, ham bir o'zining xalqi oldidimi o'zini aqlayolmaydigan bir jinoyatga o'rtaq bo'lganlik hamda. Bu tarixiy bir belge bu. Mushu davlatlarningki tarixida Birleşken Devletler Teşkilatı'nın tarixida qoldigan bir tarixiy hujjat bu. Qaysi davlatlarningki qanday qilib o'zininki ham o'zining xalqiga ham musulmon xalqqa bir ihanet ve xiyonatninki bir belgisi desek bo'ladi hamda. Bunga hatto jimtuma yaptı. Bazılar mesela jimturu olgan davlatlar var mesela. Onun mesela Türkiye var, Endonezya var, Malezya var. Mesela iş bulmasa bular qitilmaptı da şununla bu jinoyatga biz o'rtaq bo'lib qolmaylik deb. Bu Xitoyning jinoyatiga o'rtaq bo'lganlik hamda. Bunun da bayam dediniz nimishki bunda qildi degan chaqda birinchisi iqtisodiy manfaat bo'lishi mumkin, ikkinchisi
Onun dikince bu devletlerin ki köpüncüsü mesela şu xatga qo'l qo'ygan devletlerin 37 devletinin köpüncüsü özleri insan haklarını depsende qilgan, özleri dini başka milletlerin dini nimesini o halkların dini erkinliğini tecavüz qilgan devletlerdi. Şununla belki şu hemmisi ortak bir başka devletler milletlerini biz bastırıp atkan, dinlerini bastırıp atkan, aşındak bir qaroqchi grupninki mesela bir xiti, bir xitobnomasi desak bo'ldi. Makka, Madina masalan, Saudiya hozirgi hukumatning muhofazat ostida, himoyasi ostida qo'g'ilib turgan. Uyg'ur musulmonlari masalan bizning Uyg'urlar da masalan kuni namoz o'qismi Makka qarab turib o'qiydi. Endi shu yerning muhofazatchisi bo'lgan, shu yerning hisobda egisi bo'lgan, shu hukumat Uyg'ur 12 million Xitoy hukumati deganda yoki biz undan jiqtaymiz Uyg'urlar albatta musulmonlarning haq huquqini, dafsani bo'lganligini ko'may turib, qilami? Ham ko'may turib Xitoyga yon besishi mumkin bu endi Uyg'urlar, chunki Uyg'urlar albatta birinchi qitim bizni qo'llaydiganlar cho'qim o'sha musulmon davlatlar bizni qo'llaydi. Turkiy davlatlar bizni qo'llaydi. Turkiy davlatlar Türkiye başlık devletler asasen sükütüdür. Musulman devletlerinin birisi Uygurlarını himoya qilib qo'l qo'ygani yo'q. 15'i Xitoy taraf turib qo'l qo'ydi. İki Türkiye devlet, bir Türkiye devlet hem Türkmenistan, yani bir qo'shnimiz Tojikiston bu Xitoyni qo'llab qo'l qo'ydi. Bu bir tarixda bo'lib boqmagan bir g'alati bir ishda. Chunki birinchi kelgan yer g'arb elleri ko'rgan bu adolatsizlikni, bu jinoyatni, bu bostirishni bu qolganlar ko'rmamdi, To'lqin efendi. Albatta bunu bular biludi. Bilmay qilganligi uchun qilayotgan narsa emas. Bu yerda Ömer Qanat efendim dedi, bu yerda bir qancha sabablar, buning muhim sabablarining birisi bu davlatlarning o'zi diktator, hokimiyatlik davlatlar. Saudiya Arabistanning podshosi bu qatim buning Saudiya Arabiston hukumati buning qo'l qo'ydi. Ammo texi bir qancha oy ilgari Xitoyga berib bergan bayonotimi Xitoyni tamoman qo'llaydigan shaklda bir bayonot bergan. Buning bir musulmonlik bilan va yoki bir insonlik bilan munosabati yo'q bir masala bu. Çünkü musulmonliklar. Çünkü onun kılınışını, şunun kol koyuşu ve ya ki Şarkı Türkistan'da Xitoy hükümetinin bu kırgınçılığının özü insaniyetke kılınıvatkan bir kırgınçılık. Şunun bilen birlikte bu yerdeki zulümün beşidimi bizim musulman boğallığımız mühim sebep. Bunda bir şaraitin özünde yüzünü iki haremnin padişahı dep ataydıgan bir kişinin kopup Xitoyning Uyg'urlarga bo'layotgan bu besimini terrorizmga bağlab turib Xitoyning qo'l ushtirgan o'zi bu insoniyatga mos keladigan bir hodisa emas. Bu inson kelmaydi albatta. Dengim mos kelmaydi o. Shuning uchun u Saudiya Arabiston hukumatining, hukumat boshqarlarining rahbarlarining va yoki elchilarining diniy e'tiqodining qanchalik darajadagimi albatta savol qo'yadigan bir masala bo'ldi hozir. Ham bu yerda degandek o insonlarning qanchalik musulmonligini Alloh biladi. Ama haqiqiy ishongan bir musulmon bo'lsa, u qilqni qilmagan bo'ladi. Demak, u islom dinining o'zi men ishinyapman, men muhofazasini qilyapman degan haramning prinsiplariga va Qur'onning prinsiplariga, islom dinining prinsiplariga 100 xiyonat deb qaraymiz buni. Xiyonat. Agar ishonsa u xiyonat. Ama o qanchalik ishindi, u ayrı bir savol masalasi. Ondan başqa bu davlatlar bilan Ömer Qanat deganidek o'zi zaten insan hakları meselesinin üzerinde nurgulluğun şaltakları boğan, nurgulluğun primleri boğan bir devlet. Ama bu devletlerin hamısı Palestin'de iş olsa Palestin'i kollaydı. Elbette. Rohingya Birmadagi olsa onu kollaydı. Bu yerde elbette bular yana diktatorlukta özgürüp kalgani yok. Bular bir yaxşı devletke yoki ziyankeşlik uçurgan musulmonlarga bir alaydı ko'ngil bölüp emas. Bu yerde faqat devlet qarab. Yani İsrailiya hükümeti Palestin'e karşı bir kısa mesela İsrailiyaning saqchiları yoki askarlari bir Palestinlikni yetverse, mush devletlerinin, mush qo'l qo'ygan devletlerinin mutlaq ko'p qismi İsrailiyani ayblab Falastinni qo'llaydi. Bermaning masalasi kelgan chaqda Bermaning Rohingyaga qarta ilib borgan qirg'inchiligida Berma hukumatini ayblab Rohingyalarni ziyonkashligini e'tirof qilib ularni qo'llaydi. Ammo Uyg'ur masalasi kelgan chaqda bular Uyg'ur musulmonlarning bostirgan Xitoy hukumat tarafida turyapti. Ya'ni o'zining manfaatini dindan ustun qo'yyapti shularmi? Shu sababdan. Shu sabab. Shuningga Uyg'urlarni bu yerda bir silkinish kerak. Ya'ni biz manda deymiz, biz musulmon bo'lsin, nim bo'lsin, biz musulmon nimishki bizga yordam qilmaydi debdi. Bunda bo'lmaganligim ishadin o'ttirga chiqyapti. Har millat o'zininki manfaatini, nimasini özünün en üstün derece koyup dindim üstün derece koygan gap. Yani bunda qilmasligi kerak bir devletninki. Hatta bu yer İslamda desek, İslamga mı bular hech qanday hurmatning yo'q bo'lganligini ko'rsatilmoqda. Shundami? Bizning u yerda bo'layotgan bu Uyg'urlar qarta ilm berayotgan bu qirg'inchilikning bir qismi
islom madaniyatiga, islom diniga qarshi elib berilyapti-da. Islomni yo'qotish uchun Qur'onlar köydürülüyatdı, meçitler çekilyatdı, insanların hatta ballarının ismiga musulman isim berişinin ki aldı iliniyatdı, millet bayamsız mı dep ötkendek çoşku göçü yegiziyyatdı, mecburi halda. Muşundaq bir nimini bu körüp duruvatdı hazır edik. Biz kömüdük desek bulmaydı hamdi. Ola bunda diyenmeydi çünkü hem yerde bunu aşkara. Muşundaq durup bu elaqe bunun igi çıkmagandaki bu haqdan bir nima sözlemegandiki bularning kimi islom nimasidimi bunun samimiyetining yo'qligini bular islomnimi hech qanday bir o'zininki elaqe bir qo'g'dashga tegishlik bir ma'naviy nimasi deb ko'miganligini ko'rsatdi. Sharq Turkiston ya'ni Uyg'urlar sharqda masalan islom dunyosini Xitoy tarixdan beri Xitoyninki hujumlardan qo'g'digan bir qo'rg'andek turgan bir yer u. Şuya aslında yıkılıvatıdı hazır. Xitoy agar şu maqsadiga erishsa, şu qo'rg'onni yıqitgan bo'ladi. İslam dünyasınınki sharqdagi eng cho'ng qo'rg'onni yo'qolgan bo'ladi. Xitoy Kommunistik Partiyasi islom diniga nisbatan bir rasmiy so'qash ochgan bir vaziyatda. Ya'ni uch qashqar deylik. İslam dini bir kasallik dedi. Kasallik, bu kasallik yıldızdan qumulib davolanish kerak deyapti. Bu yalnız Uyg'urlarga haqorat qilmayapti bu yerda. Bütün bir İslamga, bütün bir dinga haqorat qilyapti. Buni xalqaro matbuotlar deylik, Xi Jinping o'zining ishxonasi hech kimga anglatmaydi degani yo'q. Bütün dunyo bilyapti. Mushu narsani anglab turib, demak bu musulmon davlatlarining aslida ularda haqiqatan biraz azroq vijdon, haqiqatan biraz e'tiqod iman bo'ldigan bo'lsa, bugun Xitoy hukumatidan apu so'rg'iz, Xitoy hukumatining tarafi turish emas. Xitoy hukumati bilan bo'lgan diplomatik munosabatni uzishga yetadigan bayonot o Xitoyning bayonoti. Xitoy hukumati bilan diplomatik munosabatni uzishi, hatto bu munosabat bilan Xitoy hukumati Xi Jinpingni apu so'rg'izadigan darajadagi sabab bo'lgan omil. Ammo ko'rayotgan reallik boshqa. G'arb dunyosida, g'arb davlatlarida masalan birsi bir qo'pab bir Qur'onni agar ko'ydirib qo'ysa, nima bo'lib ketadi? Butun islom devletleri degan bayonotlarni e'lon qilib, buni ayıplab shuna qilib chiqadi. Ammo bu vayam do'lqin degandek hammani o'tirdi turib, ya'ni jimmida turilyotdi. Bu bir jinoyatga o'rtaqlik hamdi. Xitoyning Pokiston turishliq muavin bosh elchisi Zhao Lijian u Twitterda ko'p qitim bu to'g'ri yozib, bo'libmi bu 37 davlatning ko'p qismining 3dan 1ning, ya'ni musulmon davlatlar sababidan mana ko'p Amerika, g'arb ellari bizde dini erkinlik boğaşqa, biz dinga qarshi tumag'ashqa, musulmon davlatlar biz tarafda turib, sen qo'llagan bu xatni qo'l qo'ymadi dedilar. Bu deganlik hamda mush davlatlar Xitoyga yantayoq bo'lib, Uyg'urning ziyonkashligi yantayoq bo'lyapti degan bo'lamdi. Albatta bo'ladi. Uningdan keyin hozir Amerika hukumati mushu jinoyatni ko'rib hamda bu Amerika hukumatining bu albatta devletininki bir qimmat qarashi var. Mush qimmat qarashlarga ega chiqqanligi uchun Amerika u yerdagi vaziyatni bilib yetganligi uchun Uyg'urlarninki haqiqatan mushunda qirg'inchilikka uchrayotganligini ko'rib yetganligi uchun bir jinoyat, bir insonlik fojiasining oldini olish uchun Amerika masalan Amerikaning hukumat doiralari bo'lsin, hukumat odamlari bo'lsin, matbuoti bo'lsin, buningga shunchalik kuchayapti. Kuchayotgan chaqda islom dunyosininki buningga ega chiqmaganligi hiç bir musulman devletninkide çıkıp mesela Xitoy hukumatiga qarshi hech qanday bir harakatni bo'lmaganligi aslida Amerikaning mu tilini qisqa qilyapti bu yerda. Xitoy hukumatiga shu bahonni, shu nimani yaratib beryapti. Amerika hukumati bu yerda Uyg'urlarni menga qarshi, Xitoyga qarshi qo'zir bo'lib qo'llanish uchun Uyg'urlarni mushundaq kuchga atyapti. Yovimiz yog'an bir nimani o'ttirga chiqib, mushuni bir o'ttirda bir masala qilib o'ttirga chiqaryapti deb desam, mushuning ba'zi islom davlatlari hozir ishinilik yani. Amerika hukumati mushuna qilyapti deb hatto bizdan so'rganlar bo'ldi. Buningda demakki agar bir ikki davlat, musulmon davlati chiqib, buningga Amerikaga yondosh bo'lib, bizning masalamizni xalqaro nimada ko'tarib chiqsa, Xitoy hukumatiga çoğum bu nimege çoğun tesiri olattı. Xitoy hukumatining balki balduroq bir hareket ötep bu akığı çekinişige sebep olattı. Hazır musulmon davlatları mushu hareketi orqali Xitoyni teşvik qilyapti. Qilsang bo'ladi bu ishni, qilavergin sen. Biz sening yoningda degan uningga shu signalni beryapti. Bu albatta shu jinoyatga o'rtaqlik deyapti. Turkiya hukumati bu yil 3-oyda mushu masala ustida Xitoyni qattiq ayblab, Abdurahim Meyitni öyle deb qarab, bu yerda bu insoniyatning nomusi deb e'lon qildi Turkiya hukumati. Ammo 2-iyul kuni
Türkiye'nin prezidenti Erdoğan Beijing'e berip Xi Jinping bilan görüşüp Xitoyning bir balvoq bir yo'lni qo'llaydiganligini, ham Xitoy bilan strategik munosabatni kuchaytirishni xohlaydiganligi. Endi Xitoyning Xinhua matbuoti deyishicha, Uyg'urlarga oid qo'shal yashayotdi degan. Biz o Türkiye hukumatidan bir ko'p qitim izlandik javob berishga. Balkim Xitoy hukumatining matbuoti xato degan bo'lishi mumkin. Erdoğan bu gapni demagan bo'lishi mumkin. Bir qancha qitim aloqalashsak, u Turkiyaning degani shu uningki bayonotchisi, maslahatchisi Faxriddin Altun degan odamning yozgan maqolasi qaranglar deb bizga ya bevosita javob berdi, ya Erdo'g'an shundoq dedi, ya demidi demay, uning maqolasi qaranglar dedi. Uning maqolasida aytilishicha, Faxriddin Altunninki Erdo'g'an Uyg'ur xalqining shu Xitoyning qo'lida baxtli ham erkin yashashni xohlayman degan ekan. Siz buni qanday qaraysiz? Şu bu bir yıl ikinci ayının ahırı, üçüncü ayda Türkiye hükümetinin Taşqi İşler Ministri Birleşken Devletler Teşkilatı'da ağır bir bayan attı bedi. Bu bizge çoğun bir medet boğan, ümit boğan ve İslam devletleri için bir başlangıç bolduğan boldu. Bir kısım İslam devletlerinin bu sükutluğunu buzuşuğa sebep olduğundan bir amil oldu da kursan boğan. Ama arada neçe ay ötkendeyikin 180 gradusluq bir özgürüş bilen Erdoğan Xitay ziyareti de hakikaten bizim ait efsunlandıgan bir bayanat oldu. Elbette o yerde Xitay hükümetininki matbuatı da Xinhua agentliği meselini köptürüp Ködün mü senin qeyrindaşların biz bilen mandaq dep texmi bizge bir psikologik baskı gururumuzni yo'qotish, biz psikologik besim qilish uchun buni texmi ko'targan bo'lishi mumkin. Ba'zi narsalarni mundaroq degan gapni biroz boshqa taraf burmilab degan bo'lishi mumkin. Ammo qanday deyishdan qat nazar, ammo masalaning suhbatning boshlang'ich nuqtasi muhim. Bu yerda qandaq Sharq Turkiston diniy e'tiqod erkinligi va ya kishilik huquq masalasidan kirish qilmay, terrorizmdan kirish qildi. Terrorizm demak. Demak, bu yerda nima gap? Xitoyning xuddi Uyg'urlarga olib borayotgan harakatini bugun Xitoy hukumati terrorizm qarshi so'qish qilyapman deb o'zini oqlashtirishayotgan vaqtingizda Turkiya buni qabul qilgandek. Ras Xitoyda terrorizm bor. Ras Xitoy hukumati terroristlar bilan. Xitoy hukumatining terroristligini shu Uyg'urlar, Sharq Turkistonliklar. Boshqa yerda Xitoyning ichida nurg'unlagan shiddat voqealari bor, bu yuz berdi. Ish ko'radi, ammo hech qaysi Xitoy hukumati terrorist degani yo'q. Faqat Sharq Turkiston Shiro qismi terrorist, namoyish qismi terrorist, bir yerga bomba qismi terrorist. Hamma bu yerdagi terrorist degan narsa uch qashqar Uyg'urlarga qarata qilayotgan narsa. Shuning uchun bunda bir sharoitingizda Xi Jinping bilan Erdo'g'anning suhbatining terrorizmdan boshlanishining o'zilar masalan xato nuqtada başlanğanlığı bildirdi. Bu bizge aslında Erdoğan için nayt yaxşı bir fürsətdi. Biz şunu ümit qılan. Çünkü Xi Jinping bilan görüşkən vaxtında uyada çünkü abiyatını dedik ki başqa Uyğur meselesini qoysun. En azında Xitayning özünün asası qonuni xilaf hareketlerini qıladı Xitay hükümeti. Dini e'tiqod erkinligini qo'g'dash, dinga ishonmaslik Xitay asas qonunun 36. maddesine ait aniq yazılgan bir huquq. Xalqaro qonunlarni qo'yib turayli. Shu nuqtadan chiqish olsa-mu, o'zinglarning qonuniy nimalarga rioya kerak deb masalani boshqa yoqdan boshlash mumkin. Ammo Erdo'g'anning bu masalasi shunday bir go'zal fursatni, bizning masalamizni yaxshi o'tirib qo'ya oladigan fursatni qo'ldan berdi. Bu bizni umidsizlantirdi. Shunga Erdo'g'anning mayli Xinhua agentligi uni oshirib etsin. Veya ki bunun burumulumuzun bir yerde bizden menfaatimizni qoğdurmağallığı nait enik. Qoğdurmağallığı ve bizden tarafımızın tutmağallığı nait enik. Onun üstüge yakın vaktin bu mesele Türk matbuatlarda olsun, Türk halkı içinde nait çok olğunluğu sebep oladı. Bazı muhalefet partiyle bu meseleyi niçin demeydi o? Rasyonda dedi mi demedi mi dese adırgıca Türkiye hükümetinin ki resmi şekilde Erdoğan'a çıkıp durup ben onda demeyeyim, mındaqan Xitay matbuatı bunu mındaqları burumlaptı diyen gapning qirg'ini yo'q bu yerda. Shu bizni nayt afsuslantirdigan ve Türkiye hükümeti için bu nayt xato bir nima bo'libmi bizning ham ko'nglimizni ranjitgan emas. Bu 80 milyondan artıq Türk xalqining mi ko'nglini ranjitgan bir hodisa deb o'ylayman men buni. Ömerxan efendi, bu Erdo'g'an qaytib kelgandan keyin bu ya'ni 12-sla Birleşken Devletler Teşkilatı'da bu 22 davlat qo'l qo'ygan bo'ldi. Bu yerda Turkiya bundan qo'l qo'ymadi. Bu Xi Jinping bilan ko'rishgandan keyin bo'lgan. Shu bir sabab bo'ldimi sizningcha Turkiya undan qo'l qo'ymagani? Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ınki bizni qo'g'dab gap qilmaganligi bizni afsuslantirdi. Chunki bu yerda bir haqqi var deyamdi. Türkiye'nin gap qilish haqqi var davlatlarning biri Türkiye. Chunki o bizmo bir Türkiye xalq. Bizning madaniyatimiz Türk madaniyatining bir qismi.
Bu yerda Uyg'ur madaniyatininki, tilininki bu yo'qolishga qarab shunda Xitoy hukumatining bir siyosat tutganligi aslida Türk devletine, Türkiye'ye mi karşı bir nimamdi. Bu da Türkiye biz şu cihetimi Türkiye'ninki halkara hukuk boyunca bir nimesi var da ya da bir hak hukuku var şunu sözleşken ma meninki bana münasebetlik bir halk ma halkın medeniyeti bana bizge mi tayinidir biz mi şununki bir kısmı onun dikince bizning tilimiz mi okşaydı biz bir til grupsiga kirimiz medeniyetimiz okşaş bizning tigimiz mishadin şununla bu cihette bu söz qilish haqqı var sözleş haqqı var bunu eğer sözlegen bolsa belki Xitoy bu yerda hech nima yo'qotmadi. Yo'qotmadi, o'zininki texmo ko'p e'tibori texmo ashaddi. Undagi Xitoy hukumati oldidimi bir elaqa nimasi bo'ladi-da, endi. Xitoy hukumati uni rad qilolmaydi. Bunda sen unda gap qilish huquqing yo'q delanmaydi. Endi bu yerda nima gaplar bo'ldi, nima gaplar bo'lmadi, uni biz toza hammasini bilmaymiz. Endi u Xitoyning deganidek emas, ammo bizning bu elaqa kutganimizdek emas masalan. İslam devletlerinin hamkorlik teşkilatı Türkiye'nin gücüne ait bir nima egallaydigan, yer egallaydigan bir devlet. Şununla Türkiye hükümetininki, devletininki yo'qotadigan cho'ng bir nimasi yo'q aslida bu yerda. Hamda Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarda Xitoy o Türkiye'ni jazolab ketadigan bir nima yo'q. Xitoy qanchalik muhtoj bo'lsa, Xitoy Türkiye'ga shunchalik muhtoj masalan. Şu hatta şu bir belvaq bir yol nimasini amalga oshirishda Türkiye'ga Xitoyga muhtoj bo'lgandan jiq Xitoy Türkiye'ga muhtoj. Xitoy siyoset, Türkiye siyosetchilarininki mushu masalani ko'rib harakat qilishini, o'zining qo'lidagi ko'zirni, o'zlarininki o'rnini yaxshi bilishini, bilib olishini biz umid qilamiz. Tolqon apandi bu 15 iyuldan 19 iyulgacha Amerikaning tashqi ishlar ministrligida butun dunyodagi ministrlar bo'lib, diniy ishlar ministrlarini alohida taklif qilib, shu xalqaro diniy erkinlikni ilgari surish yig'ini elib bordi. Bu hafta jarayonida Amerikaning prezidenti Donald Trump Ilhom To'xtining qizi Jafar Ilhomni Aqsaroyda boshqalar bilan birlikda kutib oldi. Amerikaning muavin prezidenti Mike Pence bo'lsa diniy erkinlik masalasi Xitoyni aybladi. Amerikaning tashqi ishlar ministri Mike Pompeo bo'lsa Xitoy hukumatini ayblab, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarshi ilib borgan bu harakatlarni 21-asrdagi bir dog' deb tushuntirdi. Undan keyin Xitoyning tashqi ishlar ministrligi bo'lsin, Xitoyning gazet jurnallari bo'lsin, Amerika hukumatining bo'lib Mike Pence bilan Pompeo ikkisiga hujum qildi. Sizlar ishkanlar buning vakil bo'lib qatnashdinglar. Sizlar qatnashish jarayonida Uyg'urlar masalalari ko'p o'tirilib qo'yildi, ham sizlarni qo'ydinglar. Sizlar bu bir haftada siz qanday hissiyat keldingiz? Bu bir haftalık yani minister derecelik kişilik hukuk, dini itiqat erkinlik yığını da naiti muvaffaqiyatlik, naiti tesirlik vakalar yaşandı hem de. Mesela sizin de ötkendikidek hazırgıca Prezident Trump bir Uygur faaliyetçisi bilen, o yaki bir Uygur kurbanı bilen, yaki Uygur rehberleri bilen görüşüp bakmagan. Ama şu yığın jarayonda Prezident Trump bizning kişilik hukuk faaliyetçimiz Turmedagi Ilhom To'xtining qizi Jafar Ilhom bilan bu yerda kurashdi. Bu cho'ng bir yangilik hamdi, bir utuq. Yani ondan başka bu şu yığın jarayonda Uygur meselesiga zo'r bir o'rin berildi bu yerda. Qanday deseniz mesela yığının açılış günüsü 16. yıla açılış oldu. Pompeo açılış nutku sözüldü. Tashqi ishlar ministri Sam Brownback sözüldü. Ana bir qancha devletlerinin ki baş ministerleri ya tashqi ishlar ministrleri bir sözüldü. Ondan keyin Qurbonlar yani guvacılar programımızda birinci olup Jafar singlimiz, kızımız bir yerde Uygurlarının özünün dadısının meselesi ve şundaklı bugün Uygurlarının 1 milyondan 3 milyon insanın ceza lagerda kandak azap çekvatkallık meselesine bir yerden tesirlik kıldı. Bütün zaldaki insanlar kopap, alkışlap bu şu sorunu bizim bu alkışlap bir yerde Uygurlardan bir istaşlık, bilinmeyen insanlar bilmiş oldu. Bunu çünkü bu yığın çok bir yığın hem de dünyanın hem yerden 1000'e yakın insan kelgen. Bunun içinde 100 netçe tashqi ishlar
veya ki dini işler minister derecelik insanlar. Yüzneçi devletten kelgen veya kişilik hukuk faaliyetçileri dini alımla mütehassisler bulup müşnak insanlar bu. Yüzneçi devletten kelgen hem de. Hem de bu yığın jarayanda elbette onundan başka yana Diğerinizde köydüğünüz yepilişlemesi de Pompeo yana Uygur meselesini alaytılık attı. Muavin Prezident Pence alaydı bu Uygur meselesini ilip öttü. Yani hiç kandak bir bu diğerinizde yüzneçi devletin adam geldi. Xitay bu yığıngı başka devletlerini kemmeslik için cik hareket kılan gap. Bağmanla diyen gap. Tesir kılıç tırışkan gap. Şununla bir ada Uygur meselesi diğerinizde en mühim mesele bulup bütün yani yüzneçi devletin adam geldi. Devlet derecelik insanlar geldi. Ama Uygur meselesi, Şarkı Türkistan meselesi bir yerde nahit mühim mesele oldu. Mesela Nancy Pelosi olsun, Frank Wolf olsun, aşı söhbetlemesi de söhbetinin 60%'i Uygur meselesi oldu. Bir sürü sorundu var, anladık kıldık. Onundaki bu yan nurgulluğun 100'e yakın bir yerde bu ministerial yığınga koşumca yığınlar ötküzüldü. Mesela biz Dünya Kurultayı Uygur Kişilik Hukuk Projekti, Vakalesi Milletler Teşkilatı, Hoşaydıgan Anlıken Uygur Erkiti diyen şu teşkilatlar, Uygur teşkilatları en azından 6-7'te bir yerde nime ötkezdik hem de. Konferans ötkezdik. Muş konferansın asas mezmunu Şarkı Türkistan'ın vaziyeti, ceza lagır meselesi oldu. Anlıken ait çok yerde bir resepsiyon ötküzüldü. Bütün dünyanın hem birinin çok adamlar, Amerika'nın hükümet adamları katlaştı, başka devletlerden gelin kaldı. Demek bu bir haftalık umumi nime qaraydigan bolsak, yığın jarayanda 3-4 günlük hakikaten Uygur meselesi bugün meyli Amerika hükümeti parlamentinin ki ve şundaklı başka dünyadan kelgen bütün rehberler, kişilik hukuk faaliyetçilerinin aldı da hakikaten yaxşı bir gün tertip kelgen. Nurgulluğun bilmegen insanların bilinişki sebep bolgan, bilgenlerinin meseleni tekim çuңkurlaştırışka, istaşık sebep bolgan boldu. Nurgul insanlar bilen tunuştuk, kartlarını amlaştırdık, dostluk kurduk. Demek bunun dinkin bizdenki tekimi keng dairede dünyaga içilişimiz için bir ne boldu? Vasıta boldu dep oylayman. Bir meydan boldu biz için bu. Bütün yığınlarda qaysı nimede bolsun, umumi içilişi de, yepilişi de mesela hemmesi de Uygur meselesi en mühim mesele bulup bir yerde oturup koyuldu. Bir yerde biz kömegen, bilmegen, ismini anlap bakmayan devletlerin adamlar kelgen. Şular bile bizden uçuruş fırsatımız buldu. Ulağı biz vaziyetimizni uxtuduk, tonuşturduk. Bu naite Uygur meselesinin teximi keng dairede tonuluşuna sebep oldu. İkincisi, ondakincisi, bayam dep ötkendek biz şu Dünya Uygur Kurultayı, Uygur Amerika Cemiyeti ve Uygur Kişilik Hukuk Kuruluşu buluş süpüdümüz bile 5 nemege asasen asaslık rol oynap 5 paralel yığınaştık bunun içinde. Kelgen ki şu kelgen mehmanlarının sırtın kelgen, delegelerinin ki, şu kelgen vekillerinin ki köpüncüsü muşu yığınlarımızdan hemmesi katlaştı. Ahırkı yepiliş nimesinin ki umumi bir 17. iyul günü de. Bunu mu kıldıgan adam cıhkemdi. Benim meselem en birinci mesele olup iade nime bolsun dep, onunla talabka bolgan adam mı cıhkende biz kılaylı, biz kılımız dep, şunu biz kısak, aşağıdaki bizning meselemiz o'ttirga chiqadi, bizning meselemiz. Uni yani Amerika Tashqi ishlar ministrligi sizlarga berdi. U oxirgi. Shundoq. Qo'shish cheyini yani. Butun dunyodan kelgan mehmonlarga bergan qo'shish cheyini. Shunda nima biz oldik, shuningga uyami butunlay masalan Uyg'ur meselesini uyada o'tira qo'ydik. Uyg'ur meselesi so'zlandi, hozirgi vaziyat so'zlandi. Masalan o'zimiz Dolqunmi bo'lsin so'zladi, men bu so'zlay, undaki boshqa so'zlagan butun hukumat arboblarimi masalan shu Sam Brownback şunun işiyle de ahırda gipini ya ahırki gipini ya hemmenimizin şu Uygur bilen tüketti yani. Uygurlar erkillik, Xitay Uygurlarını bir yerden koyup besun, lagerlarını taksın diyen şu arla bile ahırlaştı diye. Şununla bunaydı çok bir yaxşı bir fırsat buldu. Yani bir qitim bu xuddi birleşken devletler teşkilatıga o'xshash bu kelgan oylab bakın 106 devletin adam keldi. Kelganlar. O 40 neçe devletning tashqi ishlar ministri keldi. Bu sirtdan chaqirilgan adam 3000 adam ke. Buningki 1700 adam kepti. Şu kelganlarning hammasi biz yiliqi erişenmaydigan, baranmaydigan, hiç uyak berishni o'ylashib bakmagan yerlardan adam keldi. Şu adamlarga bu yerda, şu kishilarga
Uyghur meselesini anlatış fırsatı yarattı. Bunun için çok fırsat da olayım. Bunda bolsa, rahmet işkinlarga bugünkü söhbetimizge qatnashib berganinglarga. Ko'p rahmat. Hörmətli görərmənlər, bugünkü proqramımız müşahigiçə boludu. Kela aqtim görüşkiçə, xush vaqt bo'ladi.